Farg'ona viloyatidagi shahar va qishloqlarning tarixiy ildizlari asrlarga tutashadi. O'tmishda joy nomlari qaysi ma'nolarni anglatgan va bugun bu nomlar xalq tasavvurida qanday mazmun kasb etmoqda? Yangi kitob Farg'ona viloyati joy nomlarining izohli lug'ati vatandoshlarimiz uchun o'zlari yashab turgan manzil nomini tushunishlariga imkon beradi. Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan taqdimotda so'z olganlar qadimiy manbalar asosida joy nomlarining leksik, geografik, lug'aviy ma'nolari ustidagi mualliflarning izlanishlarini e'tirof etdilar. Bu kitobni yaratilishida birinchi o'rinda viloyat hokimining tashabbuslari va mana shu kitobni yaratilish uchun aynan shu soha vakillarini topib, ularni mana shu ishga mas'ul qilganliklari. Bu kitob ilmiy ommabop tilda nashr etildi. 1800 dan oshiq, salkam 2000 ga yaqin joy nomlari izohi berilgan bu kitobimizda. Biz juda ko'p olimlar bilan suhbatlashishga, juda ko'p ilmiy adabiyotlar bilan ishlashimizga to'g'ri keldi. Bu jarayonda aynan bizni ishtirokimizni borligi bu kitobni muallifidan biri ekanligimdan men juda ham xursandman. Olimlar va mas'ul muharrirlar jalb etilgan ushbu kitobni o'qirkanmiz, qush nomlari, qo'rg'onlar, tepaliklar bilan bog'liq bir necha qishloq nomlariga ham duch kelamiz. Dang'ara, Furqat, Beshariq tumanlari bo'yicha ishlaganimda juda ko'p biz uchun notanish bo'lgan ayrim qiziqarli joy nomlariga ham duch keldik. Beshariq tumanidagi Kurka degan qishloq. Biz bu Kurka qishlog'ini etimologiyasini juda qattiq izlandik. Qirg'iz adabiyotlaridan, etnonimlaridan ko'rdik, rus olimlari ishlarini ko'rdik va oxiri biz shunga amin bo'ldik. Bu Kurka degani turkiy tilda qattiq toshloq joy ma'nosini bildirgan ekan. Yoki bo'lmasam Beshariq tumanida O'ttizombor degan qishloq bor. O'ttizombor bu xonlik davridagi ma'lum bir aliga ma'lum piyoz yoki sarimsoq piyoz ekiladigan joy o'rni ma'nosini berar ekan. Mana shu faktlarni ham ustozimiz Yahyoxon Dadaboyevni yordamlari bilan mana shu Qo'qon xonligi arxividagi ma'lumotlardan topib o'rgandik. Viloyat hokimligi va mutasaddilar sa'y-harakati asosida yaratilgan ushbu kitob viloyatimiz aholisi uchun ayni kerakli manba. Bunda nafaqat kitob mualliflarining mehnati, balki toponimlar va joy nomlari ustida yillab ilmiy izlanishlar olib borgan marhum olimlarimizning ham hissalari beqiyos. Bungacha Farg'ona viloyati toponimlar izohli lug'ati kitobi chiqqanmi degan savol tug'ilishi tabiiy. Albatta bu borada bizni hurmatli ustozimiz, Alloh rahmatiga loyiq qilsin, Nosirjon Oxunov domlamizni shu viloyat toponimlari bo'yicha kitoblari chiqqan, lekin bu kitoblarni qamrovi juda ham katta bo'lmagan. Bugungi kundagi bu lug'atimizni boshqa mana shu mavzuda yaratilgan lug'atlardan farqli tomoni bunda har bitta mana shu Farg'ona viloyatidagi 15 ta tuman, 4 ta shahardagi barcha qishloqlar, mahallalar, ko'chalar, shaharchalar, qabristonlar, ko'priklar, dam olish maskanlari va hokazo juda ko'p qamrovni egallaganligi bilan ham boshqa oldingi davrda yaratilgan kitoblardan farqlanadi. Fikrimizcha bu kitob har bir mahallalarda, oilalarda bo'lishi lozim va kelajakda yoshlarimiz ham bu yo'nalishni takomillashtirishga hissa qo'shishlari xalqimizni tarixiy haqiqatlarga yaqinlashtiradi.